Tosh Coffee bu nonushtalar, sendvichlar va turli xil ichimliklarni taklif qiladigan yangi kafe. Uning asosiy o'ziga xosligi bu Specialty Coffee. Kafeni Alina Zimmerman va Artyom Gayfolin ochgan. Ochilishining ilk kunlaridanoq Tosh Coffee shahar aholisiga yoqib qoldi. Mehmonlar avvalo yorug' va shinam muhitni, shuningdek interyer dizaynini maqtashdi. Kafe dizayni Joy Architects bilan hamkorlikda yaratilgan va Toshkentning modernizmidan ilhomlangan. Mehmonlar espresso asosidagi ichimliklarni tanlashi, qahva donachalari turini tanlashi va o'ziga yoqqan qahvani uyga olib ketishi mumkin. Ichki zal 90 nafar, yozgi terrasa esa 22 nafar mehmonni qabul qila oladi. Tosh Coffee Mirobod tumanining Avliyo ota ko'chasida, Gospital bozori yaqinida joylashgan. Ikkinchi yangi maskan Mushtum. Bu bugungi kunda juda mashhur bo'lgan Smash Burger formatiga ixtisoslashtirilgan yangi gastronomik loyiha. Kafe interyeri milliy ruhdagi detallar bilan bezatilgan. Menyuda 55 ming so'mdan boshlanadigan 5 xil Smash Burger, shuningdek firmenli garnirlar, souslar va ichimliklar taqdim etilgan. Mushtum bu zamonaviy gastronomiya, tarix, san'at va eski Toshkent muhitini birlashtirgan yangi maskan. Kafe har kuni soat 11 dan 23:00 gacha ishlaydi.